URLning to'liq nomi Uniform Resource Locator bo'lib, nomidan ko'rinib turibdiki, u internetdagi ma'lum bir resursni topishga yordam beradi. Ammo URLning turli qismlari nimani anglatadi? Avvalida protokol bo'ladi. Bu sizning kompyuteringiz sayt bilan qanday aloqa qilishini bildiradi. Siz notanish odamdan shunchaki uchrashuv so'ray olmaysiz. Avval salomlashasiz. U ingliz tilida gapira oladimi deb so'raysiz. Keyin esa aslida uchrashuvni qanday so'rashni bilmayman. Ammo protokol ham xuddi shunday ishlaydi. HTTP protokoli HTTP yoki HTTPS bo'lishi mumkin. HTTP ma'lumotlaringizni saytga va saytdan sizga uzatadi. HTTPS esa ma'lumotlaringizni xavfsiz tarzda uzatadi. Keyin domen nomi keladi. Domen nomi shunchaki sayt nomi emas. U aslida saytingizni joylashgan manzilidir. Har bir domen ortida saytning haqiqiy manzilini ko'rsatuvchi IP manzil bo'ladi. Domen qanday ishlashini keyingi mavzularda tushuntiramiz. Shundan so'ng port raqami keladi. Port raqami uyning eshigiga o'xshatish mumkin. Turli eshiklar orqali uyning turli qismlariga kirish mumkin. Odatda veb-saytga kirganda HTTP uchun 80-port, HTTPS uchun esa 443-port ishlatiladi. Keyin path yo'l bo'ladi. Bu siz so'rayotgan resursga olib boruvchi yo'ldir. Bu serverdagi haqiqiy fayl manzili bo'lishi mumkin yoki server ushbu yo'lni kerakli resurs sifatida talqin qilinishi mumkin. Oxirida esa query parametrlar keladi. Biror narsa so'raganingizda yaxshiroq javob olish uchun qo'shimcha ma'lumot yuborishingiz mumkin. Masalan, profilga kirish uchun aniq profil IDsini ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu parametr URLning oxirida so'roq belgisidan keyin yoziladi. Bir nechta parametr qo'shish uchun esa mana bu belgini ishlatish mumkin.